Mana bu rasm, ani urizor, ani qat'iyan sherpatet rasmlar emas. Bu hammasi qo'lda chizilgan ruchnoy работа mana. Buni ani san'at, mana bunaqa tushunadiganlarni aytsanglar, mana shu qarab bir yarim soat tikilib turib bir narsalarni o'ylaydi. Xullas, shunaka Olmazor tumani anu JK Bavrumni bilasizlar, endi oldingi ham Chinni zavodni oldiga tushgan. Mana shunaqa do'rli, bunaqa basseynlari bor. Xullas, shu yerda 160 kvadrat 5 xona, 8-9 dublekas, anu yorvoraman degan remont. Mana bundan sekin tushuntiraman. Bu yerda mayda chudanu shanu ishlar qilinmagan, hammasi butun ishlar qilingan. 160 kvadrat mana bu podyezddan mana kirib kelish, mana qaranglar, mana san'at asari deb yozibdi. Mana bu rasm, ani urizor, ani qat'iyan sherpatet rasmlar emas. Bu hammasi qo'lda chizilgan ruchnoy работа mana. Buni ani san'at, mana bunaqa tushunadiganlarni aytsanglar, mana shu qarab bir yarim soat tikilib turib bir narsalarni o'ylaydi. Xullas, endi mana bu yog'imiz kiraverishimiz, bu yoqda mana ham yog'ini unaqa qilib qo'yishgan ekan. Hozir ochilib buni ichkariga ekan mana. Bu yoq oshxona. Hamma anu Alisa aqlli umniy dom bo'yotgan ekan. Sistemani ham bir qaysidir Yevropami qattiq ko'rinib yetishdi mana. Ko'rib turibsizlar, mana yaxshi narsada ishlatilgan. Teplый pol, svet, suvlarni hammasini Alisa orqali boshqarilar ekan. Mana bu princhlarni ham yonadigandan qo'yibdi. Endi hozir yoqa olmadim. Mana bu endi zal. Qaranglar. Remont neo-klassika ranglarni qaranglar. Bunga endi chiroyli interyer qilib gilam bilan stol-stulni olsanglar. Xullas 160 kvadrat, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Mana usmami hozir sanuzelni ko'rsatay sizlarga. Mana ispanskiy kafellar. $25 shunaqa kvadrat. Mana jakuzi vannalari mana. Jimir qilib yotaverasizlar. Installyatsiya mana bunday qilib yopib beradi. Ozgina mayda chud ishlari bor. Mana santexnikalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Endi mana bu yog'imiz zal mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu ham Pyotr 1mi, Pyotr 2mi bilmayman. Kimdandir rasmi mana. Mana bu televizor qo'yasizlar, to'q bardovli modaga kirgan ranglar. Zinalar ham yurganda chiqir qilib o'zi yonyapti. Avtomatik mana. Buni ham qorong'ida kiyib olganimda, mana princhlar bu yerda yonib turgan ekan. Mana ikkinchi qavat eshiklar ham mana uchastkalar eshiklaridan bo'lgan. Mana tepalarni ham ko'ringlar. Xullas, yaxshi mana shunaqa didi nozik odamlarning uyi mana. Bu yoq endi detskiy mana. Chiroyli qilib ranglarni ham oxirgi ranglar. Pergorodkalar hammasi pishgan ishdan bo'lgan ekan. Endi bu yog'imiz. Bu ham detskiy qizlarning xonasi. Mana bu ham qo'lda chizilgan ekan. Fatan bo'ylar emas. Ruchnoy работа bilasizlar endi. Endi mana ikkinchi qavat sanuzeli mana. Bitta mana kafellarni ham yaxshi ishlatilgan. Xullas, hamma narsa yaxshi narsa ishlatilgan. Endi bit родительский mana. Родительскийdan kirasizlar. Chiroyli. Mana masjid ko'rinib turibdi. Mana azon ovozlari eshitilib turadi. Havo aylanadi, yo'qda ham bu yoqda ham oynalari bor. Родительскийning o'zini ichida sanuzeli bor mana. Mana ham shu xaridagi kafellar hozir moda bo'lgan. Xullas, nima deymiz? 160 kvadrat. Juda premium klassika remont, shekarniy remont. Neo klassika. 160 kvadrat, 5 ta xona. Puli ham endi uchastkani puli bo'lib ketdi bu. Narxini 240 ming so'rashyapti. Kelishtirilgan joyi bo'ladi. Bemalol pastki nomerga aloqaga chiqinglar. San'at tushunadiganlarga jo'natib qo'yinglar. Qani bu yerda qaysi janglar qo'yilgan. Topganlarga men o'zim 5 baho qo'yib beraman. Sog' bo'linglar. Hammanglarga mana shunaqa uylar nasib qilsin.